Ko'pchilik hali ham shunday deb o'ylaydi. Davlat universitetining diplomi kuchliroq, xususiy universitetning diplomi esa ikkinchi darajali deb tushunishadi. Keling, hozir men sizlarga ikkalasining tengligi haqida tushuntirib beraman. O'zbekiston qonunchiligiga ko'ra, litsenziyaga ega bo'lgan xususiy oliy ta'lim muassasasi ham davlatniki kabi bir xil diplom bera oladi. Bu diplomlar Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi reyestridan ro'yxatdan o'tgan bo'ladi va qonuniy kuchi tengdir. Ya'ni, xususiy universitetda o'qigan bitiruvchi magistraturaga, keyinchalik esa doktoranturaga, davlat xizmatiga yoki-da bo'lmasam chet eldagi tan olingan dasturlarga davlat universitetining tamomlovchisi kabi hujjat topshira oladi. Bu xuddi qurilishdagi loyiha singari. Davlat kompaniyasi qursa ham, xususiy kompaniya qursa ham, agar barcha me'yoriy hujjatlar asosida olingan litsenziya bo'lsa, bu binoning yuridik kuchi va huquqiy maqomi bir xil. Muhimi, sifat va standartlarga rioya qilish. Demak, muammo diplomda emas, balki ta'lim sifati va sizning bilimlaringizda. Davlat, xususiy farqi yo'q. Huquqiy jihatdan ular tengdir.